Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men server o'ynaymiz. Server. Juda ham zo'r server. Bu PPV server. Mayli. Men sizni o'zlaringiz kirishni men bitta video chiqaraman. Shunda bilib olsangiz bo'ladi qanday qilib kirishni. Hozir emas. Mayli bu serverni qaysi o'yinda o'ynay qaysi Minecraftda bu serverni ochib bo'ladini kommentariyada bor va uni IP'si ham kommentariyada bor. Juda ham zo'r. Bu kim? To'xta. Bu yerda nima qo'yibdi? Artefakt. Artefakt. Rostdanmi? Qani? Meni o'ldira olsammi? Bu yoqqa yurtdimi? Mayli. Mana shu yerda ursangiz bo'ladi. Lekin sizga bitta maslahat, mana shu qizil chiziqdan chiqsangiz sizni urib boshlaydilar. Siz qanday qilib narsa sotib olishni ko'rsataman. Hozir mana shu yerga turasiz. Mana bu yerda olib bo'lmaydi. Mana shunday qilsangiz, mana shunday qilib bossangiz ham olib bo'lmaydi. Lekin mana bu yerga qarang. Men 29. Men ishlatib yubordim-da. Sizniki ko'proq bo'lganda qilishingiz mumkin. Ularni esa bu yerdan yig'asiz. Shu yerda o'ynagan vaqtingiz hozir men bittasiga kirib ko'rsatay desa, hech kim yo'q. Mayli, o'zlaringiz kirib ko'rasizlar. Mayli, unda bu serverga qanday qilib kirishni video chiqaraman. Mayli, unda men 50 ta bo'lishim kerak. 50 ta bo'lgandan keyin men video chiqaraman. Unda video yo'q. Men 30 ta qiladi. Obunachilarim 30 ta qiladi deb o'ylagan edim. 30 ta qilmadilar. 30 ta qilmadinglar. Qaysiga kiramiz? Mana bunga kiramiz. Mana boshqacha bo'lib mana shu yerda bo'ladi. Sizga narsalar berish mumkin yoki bilmayman. Mayli, bu yerda mana bu yerdagi sekund deb qo'yibdi va bu sekundda juda ham zo'r. Mana juda ham zo'r. Men sizlarga hali juda ham ko'p, juda ham tez tamom bo'lib qolmasligi uchun juda ham ko'p, juda nima deyapti bu? Mayli, qaranglar, mana shunday ovoz chiqadi sizlarnikidan ham. Mana ovoz ko'tarib qo'yamiz. Buni telefonda o'ynaydigan Minecraft bilan o'ynasangiz bo'ladi. Mana shunday qilib urushaverasiz. Sizga mana shunday qilib uraveramiz. Qaranglar, uraveramiz. Mayli. Sizlar o'zlaringiz o'ynab ko'ringlar. Mana bu yer ko'payadi. Mayli. Bu yerda parkur ham bor. Parkurda hali men uzoqroqqa borganim yo'q. U parkur juda ham oson. Mana shu yerlari oson. Mana shu yerda salgina o'tishga qiynalisizlar. Mayli, mana. Men bu yerda siz odamlar urib bermaysiz, lekin agar siz serverga kirgan paytingiz, qarang, mana shunday yerda paydo bo'lasiz. Hozir siz qaytadan ko'rsataman sizga qanday qilib.
Mana endi kutamiz. Mayli, qaytadan kiraveramiz serverga. U server mayli mana men kelib oldim. Juda ham qiyin bo'ldi-da burga kirish. Mayli, nimaga svet turibdi? Chiroq 29 bu yerda yo'q. Mana mayli, yana topishimiz kerak. Mayli, menga buyurdim bo'lma.